Bugun haftaning qaysi kuni? Shanba. Demak, 6-kun ekan. 2025-yil 22-mart shanba sanasida haftaning 6-kunida bizda bugun 6 ta texnika bor. Eng qizig'i hammasi Hyundai, hammasi 145. Birinchi Hyundai 145 talik texnikamiz Qirg'izistonning Bishkek shahriga bizni RTHS logistik kompaniyamiz orqali chiqib ketyapti. Faqat bizning logistik kompaniyamizdan foydalanyapti bular. Ikkinchi 145 talik texnikamizni esa o'zimiz Surxondaryolik mijozimizga olib berdik. Komplektida bitta katta kovush, o'zining asosiy kovushi, отбойник, tirnoq va transhin kovushi bor. Albatta qisqichi bilan birgalikda Surxondaryoga, O'zbekistonga qarab yo'lga chiqib ketyapti. Uchinchi 145 texnikamiz, bu ham Hyundai. Bu ham bizni logistik kompaniyamizdan foydalanib Qirg'izistonning Bishkek shahriga qarab yo'lga chiqyapti. Komplektida bitta asosiy katta kovush va qo'shimcha ikkita transhin kovushi bor. Albatta qisqichi ham bor bunda. Texnikalarning ichida Hyundai 145 Plus'i bu ham bizni mijozimizga ketyapti. Ya'ni bu texnikani ham biz o'zimiz mijozimizga olib berdik. O'zbekiston, Samarqand viloyatiga. 2021-yil 4,5 ming soat ishlagan. Komplektida mana bitta katta kovushi bor. Mana bu kichkina transhin kovushni biz o'zimiz texnikani narxiga, umuman xizmatiga qo'shilmagan holatda Ramazon aksiyasida o'zimizning yonimizdan qo'shib berdik. 360 adapter va qisqichi bor. Xo'p, 5 va 6 Hyundai 145 texnikalarimiz O'zbekiston Samarqand viloyatiga qarab yo'lga chiqib ketyapti. Bu ikkita texnika ham bizni RTHS logistik kompaniyamizdan foydalanishyapti. Bu ikkala texnikamiz ham full komplekt hisoblanadi va komplektida mana bittadan katta kovush, bittadan отбойник, bittadan transhin kovushi bor. Mana bu отбойнигimiz yangi. Buni kovushi katta bo'lganligi uchun отбойнигini mana ikkalasini bittaga solib qo'ydik. Mana ikkita transhin kovush esa buni katta kovushini ichida turibdi. Ikkalasi ham Samarqand viloyatiga ketayotganligi uchun shunaqa qilib yuklab qo'ydik. Borganda o'zlari olishadi. Demak, hurmatli mijozlar, bugungi kun hisobidan bizda jami 6 ta, bu haftaning hisobidan esa jami 18 ta texnikani RT Holdings kompaniyasi o'z manzillariga yuboryapti. Bizga quyidagi telefon raqamlariga murojaat qilsanglar, sizlarga ham aynan shunaqa zo'r texnikalarni topib yetkazib bera olamiz. Agar sizni o'zingizda Janubiy Koreyadan shunaqangi texnikalar bo'lsa, yubormoqchi bo'lsangiz, bizni RTHS logistik kompaniyamizdan foydalanib yuborsangiz bo'ladi. Agar sizga texnika olib berish kerak bo'lsa, u holatda ham bizni xizmatlarimizdan foydalansangiz bo'ladi. Ya'ni sizga ma'qul kelgan texnikani biz topamiz, sizga tashlab beramiz, sizga ma'qul kelsa yakuniy qarorni qabul qilamiz.